Qara, nimalar o'zgarmoqda? Yuqoridagilar nimani ko'zlamoqda? Hayotingdan darak norozilik nola beradi. Sen xohlamasang ham qalbingda darding gapiradi. Nega bu bo'sh mahalla? Chiqib ko'chaga qara. Oxirgi 100 yil ichra kimlar o'ldi, kimlar qarib? Nega bu boy mahalla? 100 yil o'tmishga qara. Og'ir mahaldan chidab chiqib hanuz boy mahalla. Nega og'ir bemorlar chet ellarda davolanar? Nega studentlar o'ziga bermas bu savollarni? Kimlar puldor bo'lib samoda so'zar havolanib? Qani kim gapim tinglab ayblarini tan oladi? Qani bir odamlar o'z qilmishini anglasharmikan? Domda suyunchi bermasang yaxshi qarashar. Nega kelib tadbirkor bilan mardikor dardlasharmikan? Ko'plab inson pul va mansabni ko'rsa yanglishar. Nega ey poraxo'rlar, nega har ikkinchi poraxohlar? Toshki pora apparatiga yangi avlodimiz kurashib to'siq bo'lar. Shular emasmi kelajak ko'rki? Dabir ajoyib tizimimiz bor ekan. Bunaqa ketish bo'lsa agar yorqin kelajakni bo'lgani zo'r ekan. O'rganib qolganmiz va'dalarga, bariga ko'nish bu qadar ekan. Haydovchi o'zi radar ekan, oilani boqish ham kerak ekan. Ishlaring bitishi uchun kimgadir qanchadir berishing kerak ekan. Odamlar nega norozi ekan? Norozi bo'lishi kerakmikan? Nimalarga qodir qiladi pul? O'z istaklariga yetish uchun bir-biriga yo'l qazishadi. Ishchilar rahbarga yaxshi ko'rinish uchun. Shu vaqt kimdir kredit oladi bezor bo'lib qarzdan chiqish uchun. Kimdir tunni kun ishda farzandiga operatsiyaga pul yig'ish uchun. Qish yaqinlashib boradi, zapravka qilish qiyinlashib boradi. Oldingi deganda qator mashinalar navbati qalinlashib boradi. Axir o'yla, ichida qanchasi kiraga oila boqish uchun boradi. Sovuqni sovuq demasdan, yoniga kelib qiynalmadingmi deb so'radi. Hammani ichida istagi bor, to'qchilik hayotga qadam tashlashga. Hammani haqqi bor yaxshi yashashga, lekin imkoni bor yaxshi yashashni. Nega odamlar mehnatdan tinmas? Chunki bola chaqa orzu havas. Oilaga nimadir yedirish kerak, qorin ochganida sabr qilmas. Esimda yoshlikda qiynamasidi barcha bu dunyodagi muammolar. Maktab bolasiga kerak emasidi PUBG, bizda shirin bo'lmadi moda. Qadrsizlangandek bora bizda bo'lmagan onlayn haqorat. Bizda bo'lmagan bolalar o'g'rilari, kayfiyatimiz bo'lgan yuqori. Endi yo'q so'nggi qo'ng'iroqning qizil lentalari. Yurardikda yoshlikda onamizga erkalanib. Katta bo'ldik, bildik hayotni asl chehralarin. Odamlarda sonib boradi asta mehr qari. Qachondir yaxshilanar bu hayotni qismlari. Xudo taqdirga solsa bu dunyoni kezib yana. Qariganda yoshlikni eslab ajal sezib bari. Ko'rimsiz tuyulsa-da yaxshi yashash qiyin qara.